45 bob. Yusuf öz hissiyotini besibishga amalsiz kelib, xizmatkorlarining tashqariga chiqib turishini buyurdi. U qarindoshlari bilan yolg'iz qolganda, o'zining kim ekanligini ma'lum qildi-da, shundoq qattiq yig'ladiki, uning ovozini uyning sirtidagilar angladi va anglab kelib, bu xabarni tezdan podshohga yetkazdi. Yusuf ibroniy tilida qarindoshlariga mundaq dedi: "Men Yusuf bo'laman. Otam salomatmi?" Bu gapni olgan qarindoshlari o'diqib ketgandan gap qilmay turib qoldi. Yusuf ularni oldiga chaqirdi. Ular uning oldiga kelganda mundaq dedi: "Men sizlarning ininglar, ya'ni sizlar Misrga setayotgan Yusuf bo'laman. Lekin sizlar bu ish uchun ansirab, o'zinglarni aybga buyurmanglar. Xudo xalqning hayotini saqlab qolish uchun meni avval bu yerga avatgan. Bu yerdagi qahatchilikka amdi 2 yil bo'ldi. Ya'ni 5 yilgacha teriqchilik qilg'ilimi bo'lmaydi. Hosul olg'ilimi bo'lmaydi. Shunga sizlarning naslinglarni saqlab qolish ham hayotinglarni qutqizib qolish uchun Xudo cho'ng mo'jiza ko'rsatib, meni bu yerga avval avatdi. Demak, meni bu yerga ib kelgan sizlar emas, balki Xudodir. U meni podshohning bosh maslahatchisi va Misrning bosh vaziriga o'tag'izib, butun mamlakatni idora qilishga muyassar qildi. Sizlar otamning yeniga tezdan berib uningga: "O'g'lingiz Yusuf, Xudo meni butun Misr davlatining bosh vaziri qilib tikladi. Siz endi kechikmay bu yerga tezdan yetib keling. O'g'il qizlaringiz, navirlaringiz, qo'y qollaringiz va boshqa butun taluqotingizni akilib, Go'shan viloyati atrofida menga yaqin o'tiring. Sizning butun oila va mol-varolaringiz bilan ochliqdan mushkul ahvolga tushib qolmasligingiz uchun men sizni boqaman. Chunki qahatchilik yana 5 yil davomlashdi dedi, danglar," dedi. Yusuf yana: "Mana mening kim ekanligimni sizlar hammanglar o'z ko'zinglar bilan ko'rdinglar. Benyamin, senmi ko'rding? Otamga Misrdagi hurmatimning qanchalik yuqorligini aytinglar va ko'rganinglarning hammasini yetkazib, uni tezdan bu yerga elib kelinglar," dedi. U inisi Benyaminni quchoqlab, yana qattiq yig'lab ketdi. İnisimi uning bo'yniga esilib, qattiq yig'ladi. Ondan u yig'ilgan peti akalari bilan bir-birlab söýüşüp görüşdi. Shuningdan keyin qarindoshlari uning bilan so'zlashishga boshladi. Yusufning qarindoshlarining Misrga kelganligi to'g'risidagi xabar o'rniga yetib kelganda, podshoh va xizmatkorlari intayin xushal bo'lishib ketdi. Podshoh Yusufga: "Qarindoshlaringga ayt, uloqlarga mol ortib, darhol qalonga qaytib berib, otang bilan barliq oila tavobiotlarini bu yerga elib kelsin. Men ularga Misrning eng yaxshi zeminini beraman. Ular bu yerda boyashat turmushdan bahramon bo'lsin. Ularga yana shuni aytib qo'y. Ular otangni va xotin, bola joqlarini elib kelish uchun Misrdan harva og'ash kelsin. Ular u yerdagi taluqotini o'ylamasin. Chunki Misr zeminining eng yaxshi narsalari ularning bo'ladi," dedi. İsrailning o'g'illari bu so'zga binoan ish qildi. Yusuf podshoning amri bo'yicha ularga harva va yo'lga yetarlik oziq tayyorlab berdi. U yana har bir oqsiga bir qurdan yangi kiyim sovg'at qildi. Benyaminga bo'lsa 5 qur kiyim bilan 300 kumush tangi berdi. U otasiga 10 hangi eshakka Misrning eng yaxshi mahsulotlarini, yana 10 modi eshakka otasining Misrga kelish yo'lda iste'mol qilishiga oshliq, non va boshqa yemeklarni ortib berdi. U qarindoshini yo'lga selish oldida ularga yo'lda jidal majra chiqmasligini topildi. Ular Misrdan chiqib, Qanonga, otasining yeniga qaytib bordi. Ular otasiga: "Yusuf hayot ekan.
Misrning bosh vaziri bo'pti, dedi. Yoqubning tallari jug'ildab ketdi. U ularning so'ziga ishonmadi. Lekin u ulardan Yusufning aytib bergan so'zlarini anglab, hamda Yusufning o'zini elib kelishga avatgan haruvlarini ko'rib, hushiga keldi. U, bo'ldi. O'g'lim Yusufning hayot ekanligiga endi ishondim. Ko'zimning ochig'ida berib uni ko'ray, dedi.